Ballarda stomatlarning turlari juda ham ko'p. Bizda eng ko'p keladigan kasallar uchraydigani kandidoz stomatitlar, o'tkir avtostomatitlar. Ballarda juda ko'p uchraydi. O'tkir avtostomatitlar bular ko'pincha virusli kasallik hisoblanadi, virus chaqiradi. Bu bolalarda temperatura bilan boshlanadi. Og'izda turli toshmalar toshadi. Afta holatida bo'ladi, oq toshmalar toshadi. Keyin bola ovqat yemaydi, ichib ketishi mumkin. Ayrim bolalarda qusish alomatlari bo'ladi. Og'izni ko'rganda shilliq qavatda qizarishlar, shishlar, tilda oq holatdagi toshmalar toshgan bo'ladi. Ana shunga qarab biz diagnoz qo'yamiz. Buni ham turlari anchagina ko'p. Ko'pincha o'tkir formalari, o'rta formalari, yengil formalari uchraydi. O'tkir formalarda bocha juda ham holati yomon bo'ladi, suvsizlangan bo'ladi organizm. O'tkir formalarda masalan 3 kundan ziyod ketadigan bo'lsa, o'sha biz statsionar holatda ularni davolaymiz. Agar yengil o'rta formalari bo'lsa, bular bizda ambulator sharoitda davolanadi. Keyin kandidoz formalari bor stomatitlarning. Kandidoz formasida bular zamburug'lardan yuqadi. Zamburug'lar ko'pincha ona organizmda bo'ladi. Shuning uchun bolalarni mana emirayotgan paytda onalarning ko'kragini yuvishni buyuramiz. Bular ko'pincha 1 yoshgacha bolalarda bo'ladi.